Assalomu Prezidentim Shavkat Miromonovich. Men Surxondaryo viloyat Dinov tumani Sobir Rahimov O'zbekiston mahallasida Haydarov Faxriddin bo'laman. Men shu jamoa xo'jaligida 44 yildan beri cho'pon bo'lib kelaman. Men 2017-yilda o'zim chorva fermer xo'jaligi tashkil bo'ldi. O'shanda qo'yim 300 ta edi. Hozirgi kunda mening qo'yim 1300 dan oshib ketdi. Cho'ponlarim bilan shu qo'yim mana shu yerda turibdi. Cho'ponlarim bilan 1300 dan oshiq qo'y. Nima qilishimni bilmayman. Biz 22-yilda qarako'lchilikdan shartnoma qilib 500 gektar yer oldik. 2025-yil 30-yanvar oyida kelib qarako'lchilik tugatilib veterinariyaga o'tdi yer. Bizda keyin veterinariyadan g'alla urug'chilik xo'jaligining anosi Qurbonova Rayhon bizni joyimizni tortib oldi. Tanish bilishchilik qilib. Men Ulug'bek Qosimovga ham bordim. Hokimimiz viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovga ham uchradim. Ulug'bek Qosimov aytdilar, "Bering yerni. Cho'ponni buvoni joyini beringlar. Nimaga bermaysizlar?" deb aytdi. Ular yonidagi mutaxassislar joyini bermadi. Tanish bilishchilik qilib Rayhon hozir kunda bizga kun bermayapti. Joyimizni bermayapti. Hozir kunda mana qo'yim mana dalalarda yotibdi. Joyim yo'q, qish kelyapti. Prezidentim, menga yordam bermasangiz sizdan boshqa hech kim yordam bermaydi. Bizga yordam bering, bizni ana unga oling. Shuning uchun mutaxassislarning buyurasizmi bizni kelib bir ko'rib ketsin, mana ko'rsin ahvolimizni. Ahvolimiz chatoq. Mana noyabr oyi keldi, hali qish qo'tonimiz yo'q. Qishga yig'ilayotgan xashagimiz yo'q. Qayerga borib bosishimizni bilmaymiz. Bu qo'ydi nima qilaylik? O'rtoq prezidentim,